Qancha olyapti ko'mir? Nega 1000 so'm? Qancha kilo bu? 65. 800 dedinler. Yok. To'qqiz bu sen 800. Yok yok. 1000 so'm bu aytdim. Belki kichkinakay mishog'ing qancha kilo bu qancha kilo? Kichkinakay 29 dan 30 gacha. 28 qancha olyapti? Necha? Baqchasi. Bunaqa chaqqanda 350 oladi. Bu nega qimmatlayapti? Ömür çok koydu. Bir resimde? Biro? Sen to'qqiz 800 aytding o. Yok 1000 so'm. Nega перебывание sen qilasың ba'zi? Sen 800 to'qqiz to'qqiz aytding. Nima qilish kerak-da? Mon uchun odamlarning boya qayg'isidan bani ko'tarib kerak-da. Bunda ko'mir yo'q deb turib, hozir men simatat o'daga jo'nataman. Yok yönetiyoruz belki. Biz bir yakta ravatçıyız. Yo, o'sha xazayinlarga aytish kerak-da bular. Bu problema bo'ladi ertangcha. Reskalar ko'tarib. Kara geçecek ayçı gerek. Kara geçecek. Sizlarda причина yo'q, ha? Taşkentler ve cüklü oydu. Taşkentler cüklü böyle oda bir yaka kımbat satıldı. Siz bayağı Batken sovushunda da yo'l girani 2,5 ga ko'tarib bergan. Anda kepish bo'lgan, monda el qiynalayotganda 7,5 mingden satıldı. o'shanda shunda aylanib qolyapti. Ya. Sizlarda gunoh yo'q, ha? Bir yaktan alganda maydasından beri alalım. 7,5 ming. Bunday albatta bunday. Anan kayra maydasını 1,5 mingden satacak. 7,5 mingden algan ömürlük maydasını 1,5 mingden.